Instagramdagi shaxsiy yozishmalaringiz endilikda xavfsiz emas, ya'ni ularda Meta'ni o'zi объявление berdi. Endilikda o'sha shaxsiy yozishmalarni ham kuzatib turishimiz mumkin. Ularga dostуп bor dedi. Bu nima degani? Yuridik, ya'ni huquqiy tomondan sizlarga tushuntiraman. Birinchidan, O'zbekistonda Jinoyat protsessual kodeksi 81-moddasiga asosan elektron shakldagi ya'ni dalillar u ofitsialniy dalil hisoblanadi. Demak, o'sha shaxsiy peripiskada, shaxsiy yozishmalaringizda kimlar bilandir agar tanishingiz bo'lishi mumkin, notanish bo'lishi mumkin, yozishgan gapingizda taqiqlangan material jo'natgan bo'lsangiz yoki birorta bir nizakonni, ya'ni noqonuniy birorta bir bitim tuzsangiz, birorta noqonuniy tovar sotsangiz yoki soliqdan qochsangiz va hokazo, bularning hammasi uchun javobgarlikka tortilishingiz mumkin va aynan o'sha Instagramdagi peripiskangiz sudda yoki tergovda yoki boshqa birorta bir jarayonlarda aynan dalil sifatida olib qo'llanilishi mumkin. Uchinchisi, oldin bu narsalar hammasi skvoznoy shifrovание degan narsa bo'lardi, ya'ni takoy seriozniy bir защита bo'lardi. O'shan bilan himoya qilinardi mana shu shaxsiy yozishmalar. Endilikda Meta'ni o'zi, ya'ni shu Instagramda xo'jayinlarning o'zi aytdiki, что bu narsa endi bo'ldi, biz защищенный emas, ya'ni endilikda bizda dostуп bor. Dostуп bor degani tergov organlari u yoki bu davlatda tergov organlari ularga zapros bersa, ular o'sha peripiskangizni bemalol taqdim qilib bera oladi. Ularning kelishuvlari bor, ular bilan hamkorlik qiladi, ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Agar siz skvoznoy shifrovaniydan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bemalol WhatsAppga o'tib, WhatsAppdan foydalansangiz bo'ladi deb aytdi o'sha Meta'ni vakillari. Ya'ni WhatsAppda maxfiylik himoyasi bor. Shuning uchun do'stlar ogoh bo'lamiz. Instagramda birov bilmaydi-yu, hech kim ko'rmaydi-yu, bu Instagramda o'tib turib shaxsiy yozishmalarda har xil materiallar, turli xil diniy yoki boshqa bir materiallar, taqiqlangan narsalar yozib qo'ysangiz, ertaga buning uchun ham javobgarlik bo'lib ketishingiz mumkin. Sog' bo'lamiz, ogoh bo'lamiz, Sherlegal'ni kuzatishdan to'xtamaymiz.